Davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida katta miqdordagi ajal og'usining savdosiga chek qo'yildi. Xususan, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan fuqaro 49 kg 599 gram opiy giyohvandlik vositasini o'zining boshqaruvida bo'lgan DAF rusumli yuk avtomashinasining yukxonasidagi xufiyona joyga yashirgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumaniga olib kelgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mana hozir ikkita ot qopda har qaysida qanchadan qaradori? 25 kilodan. 22, 23, 24, 25. Oq rangli to'qdan 25 bo'lakdagi mana jigar rangli o'ziga xos o'tkir hidli opiy giyohvandlik moddasiga o'xshash modda. Tergovga qadar tekshiruv davomida Tojikiston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelingan mazkur narkotik modda kelgusida Xorazm viloyati hududida sotilishi rejalashtirilganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 28 orqali 246-moddasining 2-qismi va 273-moddasining 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, hozirda olib borilayotgan tergov harakatlari doirasida uning jinoiy sheriklarini aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.